Assalomu alaykum, hurmatli o'quvchilar. Sizlar bilan Javlon Matmonopov. Scratch darslari davom etadi. Bugungi darsimizda sizlar bilan o'tgan safar shu hodisalar blokida o'rgangan buyruqlarimiz va boshqaruvchi blokida o'rgangan buyruqlarimiz yordamida bir o'yin yasaymiz. Bu o'yinimiz qanaqa bo'ladi? Ko'rishinglar mumkin. Mushukchamiz va go'rshapalagimiz bor. Mushukchamiz o'ngga, chapga harakatlanadi va undan tashqari u mushukchamizni sakrash qobiliyati ham bor. Mana sakraganimizda o'sha xabarga teginganingda hodisasi yordamida ko'rshapalagimiz harakatlanadi. E'tibor berishlar mumkin. Mana, "Salom mushukcha" deb gapiradi va yana uxlashda davom etadi. Ya'ni e'tibor bersanglar bir shunaqa bir o'yinlar bor. Misol uchun, Madagaskar o'yinida shiftni bosib yursangiz, qo'riqchi sizni borligingizni bilmaydi. Lekin shiftni bosmasdan yursangiz, qo'riqchi sizni borligingizni bilib qoladi va sizni qo'lga oladi. Shunaqa bir qismlar bor. Aynan shu qismlar shu xabarga teginganingda hodisasiga o'xshash hodisalar yordamida qilinadi desak ham bo'ladi. E'tibor berishlar mumkin mana. Mushukchamiz shunchaki yugursa, ko'rshapalak indamayapti. Umuman hech qanaqa reaksiya yo'q ko'rshapalakda. Ko'rshapalak maza qilib uxlayapti. Lekin mushukchamiz sakragan paytda ko'rshapalak uni bilib qolyapti-da, "Salom mushukcha" deyapti va yana uxlashda davom etyapti. Ya'ni biz ko'rshapalagimizga ta'sir qilish uchun sakrashimiz kerak bo'lyapti. Bu o'sha xabarga teginganingda hodisasi yordamida qilinyapti. Undan tashqari, shartli algoritm yordamida mushukchamiz mana fondan fonga almasha oladi ham. Mana fondan fonga almasha oladi. Fondan fonga almashadi. Shunaqa o'yinlar bor. Misol Marioga o'xshagani. Yursangiz mana devorni oxiriga borganingizda nima qiladi? Chap tomondan chiqib keladi. Mana mushukcha o'ng tomondan kirib ketadi, keyin chap tomondan chiqib keladi. Xuddi shunaqa. Keyin yana e'tibor bersangiz, fon o'zgarganda hodisasi orqali mana bu boardwalk, ya'ni mana bu boardwalk foniga yetib kelganda ko'rshapalak ovoz chiqaryapti. E'tibor berishingiz mumkin. Mana bu yerda indamayapti, bu yerda indamayapti va o'tsangiz mana qanaqadir ovoz chiqaryapti. Bu fon o'zgarganda hodisasi orqali qilinadi. Biz o'sha o'tgan darsda o'rgangan hodisalar va boshqaruvchi bloklar yordamida shu o'yinni yasaymiz. Xo'p, buning uchun yangi fayl yaratishga olamiz. Yangi fayl yaratish, bitta bosamiz, mana bo'm-bo'sh fayl. Biz birinchi qilishimiz kerak bo'lgan ish bu orqa fon tanlab olish. Sal chiroyliroq bo'lishi uchun. Misol uchun bizga bu fon kerak, bizga bu fon kerak, bizga yana bu fon kerak. 3 ta fon kerak. Shu 3 ta fonni almashtirib ishlaymiz. Fonlar bo'limiga o'tib olamiz. Mana fonlar bo'limiga o'tib olsak, bu yerdan fonlarimizni sozlashimiz mumkin. Bu yoqdan fonni o'chirib yuboramiz. Xo'p, fonimizga qanaqadir yozuv qo'shishimiz mumkin. Misol uchun mana bu yoqqa hozir misol boardwalk, ya'ni fonimizni nomini yozib olishimiz mumkin. Fonimiz nomi. Bunga ham yozishimiz mumkin. Misol uchun desert. Fonimiz nomi desert ekan. Keyingisiga o'tamiz. Buni nomi savanna ekan. Shunaqa qilib fonlarimizni ham sozlashimiz mumkin. Biz xohlagancha sozlashimiz mumkin. Fon qo'shishimiz mumkin bu yoqdan orqa fonni yuklab olish, bu yoqdan mana sprite yuklab olish, qanaqadir kompyuterimizdagi biror bir anaqa spraytimizni bemalol shu orqali yuklab olishimiz mumkin. Sprite yuklab olish, mana fon yuklab olish. Kompyuterimizdan qanaqadir fon yuklab olishimiz mumkin. Qanaqadir fon. Xuddi shunaqa sprite ham yuklab olishimiz mumkin kompyuterimizdan. Xo'p, mayli. Kodga qaytamiz. Birinchi qilishimiz kerak bo'lgan ish mushukchamizni harakatlantirish va sakratish. Xo'p, davom etamiz. Biz birinchi qilishimiz kerak bo'lgan ish hodisalar bo'limidan o'ng tugma bosilganda harakatlanish kerak. 10 qadam yurish kerak. Mushukchamiz o'ng tarafga. Mana misol uchun. Mana o'ng tarafga yuryapti, lekin buni ko'rinishi o'zgarmayapti. Ya'ni oyog'i qimirlamayapti. Shuning uchun keyingi ko'rinishga o'tkazamiz. Mana. Endi bosadigan bo'lsak, mana harakatlanyapti. Endi shuni nusxalash qilamiz. Chap ko'rsatkichni to'g'rilaymiz. Endi chapga yursak ham baribir o'ngga qarab ketyapti mushukchamiz, e'tibor bersanglar. Mana chap tugmani bosyapman, lekin baribir o'ngga qarab ketyapti. Uning uchun biz uni harakat yo'nalishini to'g'rilashimiz kerak. Ya'ni yuzini chap tomonga qaratib qo'yishimiz kerak. U bu qism orqali amalga oshiriladi. Ya'ni harakatlar bo'limidagi 90 harakat, 90 gradus harakat yo'nalishini sozlash orqali. Ya'ni bunda 90 gradus sozlash orqali qilinadi bu ishlar. Xo'p. Qo'yamiz va chapga yuradigan bo'lsak, kechirasizlar, buni to'g'rilab qo'yishimiz kerak ko'rinishda.
Endi orqaga qaytsak, bu oyoq osmondan bo'lib qolyapti. Shunaqa shu muammoni hal qilish uchun biz bu qismdagi bu tugmani bosib qo'yardik. Ya'ni bu tugma bosilsa, mana faqat chapga o'ngga qaraydi mushukchamiz. Bu aylanishda qilib qo'yadigan bo'lsak, 360 gradusda aylanadi. Biz buni tanlab qo'yamiz. Ya'ni bu tarafga qarash kerak. Mana chapga yurganimizda bu yoqqa qaraydi, o'ngga yurganimizda ham harakat yo'nalishi o'zgarmayapti. Ya'ni hali ham chapga qarab yuryapti. Shu muammoni hal qilish uchun bunga ham 90 gradus harakat yo'nalishini qo'shib qo'yamiz. Bunda faqat bu tarafda turadi. Bunda bu tarafda edi. Bunda esa bu tarafda. Ya'ni o'ng ko'rsatkich bosilganda yuz o'ngga qarab qolishi kerak. Chap ko'rsatkich bosilganda yuz chapga qarab qolishi kerak. Mana. O'ng ko'rsatkich bosyapman, o'ng tarafga qarab qolyapti yuz. Chap tarafga bossam, mana chap tarafga qarab qolyapti. Sinab ko'rishinglar mumkin mana. Shunchaki mana bu qadamlarni olib tashlab turib, ko'rinish bilan mana. O'ngga bosyapman, o'ngga qarab qolyapti. Chapga bossam, chapga qarab qolyapti. Mana. Bu mushukchani qaratib olish. Qaratib olganimizdan keyin uni 10 qadam yurgizishimiz kerak. Mana qaratib olganimizdan keyin. Mana yuryapti. Endi buni ko'rinishini o'zgartirish uchun ko'rinish qo'shib qo'yamiz. Mana o'ng tarafga yursam, oyoq qimirlayapti, chap tarafga yursam, oyoq qimirlayapti. Shunaqa shu ko'rinishda. Endi biz mushukchamizni sakratib olishimiz kerak. Ya'ni mushukchamiz sakrash qobiliyatiga ega. Buning uchun hodisalar bo'limidan qanaqadir tugma bosilganda, ya'ni probel bosilganda, bo'sh joy bosilganda, klaviaturadagi o'sha eng uzun klavish bosilganda sakrasin. Sakrash buyrug'i bizda to'g'ridan-to'g'ri yo'q. Biz mushukchamizni sakratishimiz kerak, ya'ni tepadan pastga olib kelishimiz kerak. Uning uchun mana bizda Y o'qi bor. Y o'qini o'ngga o'zgartirish qilamiz. 10 ko'rinarliroq bo'lishi uchun 100 qilib qo'yaylik mana. Bosdik. Mushukchamiz tepaga chiqdi. Lekin pastga tushmayapti. Bu muammoni hal qilish uchun xo'p, Y o'qini -100 ga sozlab qo'yishimiz kerak. -100. Lekin hozir ishlamaydi hech narsa. Misol e'tibor berasizlar. Mana bosyapman, lekin ishlamayapti. Chunki Y o'qini 100 ga o'zgartirishi bilan birdaniga 100 ga pastga tushirib qo'yapti. Bizga sezilmayapti tepaga chiqib tushgan. Buning uchun biz o'rtaga qanaqadir kutish rejimini qo'yishimiz kerak. Misol uchun 1 soniya kutish. Endi qo'yadigan bo'lsak, mana sakrayapti, tushyapti. Lekin bu juda ham qanaqadir nima bo'ladi. Xunuk juda ham. Mana yurib ketyapti, sakrayapti, keyin tushyapti. Sizlar qanaqadir g'alati. Qanaqadir xunukroq. Bu bizga to'g'ri kelmaydi. Shuning uchun biz sal boshqaroq yo'ldan yuramiz. Misol uchun biz takrorlanuvchi algoritmdan foydalanamiz. Takrorlanuvchi algoritmni qo'yib olamiz. 10 marta takrorlansin va bu 100 ga sakrash uchun Y o'qida mana 100 ga sakrash uchun mushukchamiz. Buni 100 emas, 10 qilib olishimiz kerak. 10 ni 10 ga ko'paytirsak, ya'ni 10 o'zgarish 10 marta takrorlansa 100 bo'ladi. Endi e'tibor berishinglar mumkin. Mana chiqyapti, sekin chiqyapti, e'tibor bersanglar. Juda ham tez chiqmayapti, sekin chiqyapti. Va Y o'qini xuddi shu Y o'qini minusga sozlashda, ya'ni mushukchamiz sakragandan keyin pastga tushirishini ham xuddi shu usul orqali qilishimiz mumkin. Nusxaga ko'chirib olamiz. Endi buni 10 emas, -10 qilamiz. Shunda mushukchamiz pastga tushadi. Ko'rishinglar mumkin. Mushukchamiz yugurib ketyapti, sakrayapti va davom etyapti. Yugurib ketyapti, sakrayapti va davom etyapti. Yugurib ketyapti, sakrayapti va davom etyapti. Endi sal chiroyliroq chiqish uchun bu yoqqa qanaqadir kutish rejimini qo'yib qo'yishimiz mumkin. Misol uchun boshqaruvchi blokidan kutish rejimi faqat 1 sekund emas, 0,2 sekund. 0,2 sekund kutsin. Sal chiroyliroq chiqadi. Kutamiz. Yo'q, chiroyli chiqmas ekan. Kechirasizlar, buni olib tashlaymiz. O'zi yaxshi ekan. Yugurib ketyapti mushukchamiz va sakrayapti. Yugurib ketyapti, sakrayapti. Yugurib ketyapti, sakrayapti. Endi bizda yana bir qism bor edi, ya'ni mushukchamiz sakragan paytda ko'rshapalak salom mushukchari salom berish kerak. Shu qismni ham qilib olamiz. Shuning uchun bizga yangi sprayt kerak. Ko'rshapalak. Ko'rshapalak qo'yib olamiz. Xo'p. Endi biz qanaqa qilardik uni? Bizda hodisalar blokida bir hodisa bor edi, mana xabarga teginganingda degan. Bu yoqqa xabar qo'yamiz qanaqadir. Misol uchun 2 soniya aytish qilamiz. Hop. Salom. Mushukcha. Yo'q, sal chiroyliroq chiqish uchun bunaqa qilaylik. Mushukcha menga xalaqit
xalaqit berma. Mushukcha menga xalaqit berma degan qanaqadir yozuv chiqsin. Xalaqit yumshoq f bilan bo'ladi menimcha. Xalaqit hop. Menga xalaqit berma desin, ya'ni mushukcha sakragan paytda menga xalaqit berma degan yozuv chiqishi kerak. Va mushukchamizda bu xabarni aktivlashtirishimiz uchun, ya'ni xabarga teginganlikda hodisasini aktivlashtirishimiz uchun bizga hodisalar bo'limidagi mana xabarni tarqatish qismi kerak. Uning uchun mana bo'sh joy bosilganda xabarni tarqatish bu sakrash bilan amalga oshsin. Sakragandan keyin amalga oshsin. Mana misol uchun olib tashlaymiz. Sakraydi, sakragandan keyin amalga oshadi. Buni pastga qo'yib qo'ysak ham bo'ladi. Mayli, turaversin shu yerda. Ketamiz, sakraymiz. Sakrasak, mushukcha menga xalaqit bermadi degan yozuv chiqadi. Endi sal o'sha o'zgarish bo'lishi uchun ko'rshapalagimizda buni mayli shu yerda tursin. Ko'rshapalagimizda qanaqadir o'zgarish bo'lishi uchun ko'rshapalagimiz o'zi uxlayotgan rejimga qo'yib qo'yishimiz kerak birinchi. Mana ko'rinishlar qismidan mana ko'rinishni sozlashimiz mumkin. Keyin ko'rinish qiladigan bo'lsak, mana ko'rshapalagimizniki o'zgaraveradi. Lekin chiroyliroq chiqishi uchun ko'rinishni bad ga o'zgartir deymiz. Bu bad ga emas, bad a ga bo'ladi. Keyin buni qo'yamiz. Mana bad a ni ko'rib olishimiz mumkin. Bad a shu ko'rinish. Bad d bo'lsa bu ko'rinish. Bad a ga o'zgartiradi. Mana undan keyin mushukcha menga xalaqit berma deydi. Va buni nusxalash qilamiz. Bu kerak emas. Buni bad d ga, ya'ni ko'rinishni bad d ga o'zgartir deymiz. Endi sinab ko'rishimiz mumkin. O'zi ko'rshapalak uxlayapti. Mana mushukchamiz tagida yursa hech qanaqa xabar kelmayapti. Ya'ni ko'rshapalak uyg'onmayapti. Lekin mushukchamiz sakrasa, mushukcha menga xalaqit berma degan qanaqadir yozuv chiqyapti. Ya'ni sakragandagina xalaqit beryapti xolos ko'rshapalak. Ungacha xalaqit bermayapti. Aynan shu hodisa xabarga teginganingda hodisasi orqali amalga oshiriladi. Bu hodisani ishga tushirish uchun biz xabarni tarqatish bo'limidan foydalanamiz. Buyruqdan foydalanamiz. Xo'p, bizda bo'ldi. Mana o'zgarish bo'lyapti. Sakrasak, mushukcha menga xalaqit berma deyapti. Lekin biz fonni oxiriga borganimizda bizda hech qanaqa fon o'zgarishi bo'lmayapti. Buni qilish uchun bizga shartli algoritm kerak. Ya'ni o'zi qanaqa bo'lishi kerak bizda hodisa? Mana mushukchamiz devorga tekkanda, oxiriga kelganda fon o'zgarishi kerak va mushukchamiz devorda oxiriga kelganda fon o'zgarishi kerak va mushukchamiz bu yoqda paydo bo'lib qolishi kerak. Yugurib ketyapti, fon o'zgardi va yana bu yoqda paydo bo'lib qolishi kerak. Buning uchun biz shart yozamiz. Ya'ni oynani, ya'ni sahnani shu qismiga yetganda fon almashsin va mushukcha bu qismda paydo bo'lib qolsin. Uning uchun biz tekshirib olishimiz kerak. Mushukchani turgan qismi shu qismdami, yo'q. Bizga shartli algoritm kerak bo'ladi. Mana shartli algoritm mana bu qismda edi. Agar bo'lsa. Shartli algoritm olamiz. Bu qachon ishlashi kerak? Qachon aktivatsiya bo'lishi kerak? Bu shartimizda aktivatsiya yo'q, hech qanaqa. Aktivatsiya bo'lishi kerak. Ya'ni qanaqadir hodisa amalga oshganda bo'lishi kerak-da, bu quruq o'zini ishlatib ishlamaydi. Shuning uchun 10 ko'rsatkichi bosilganda, ya'ni 10 ko'rsatkich bosilib, mana oxiriga kelganda bo'lsin. Endi biz oxirini qayerdan bilib olamiz? Bu x o'qi y orqali. E'tibor bersanglar, mana mushukchamiz x o'qiga e'tibor beringlar, 160 turibdi. Buni o'zgartirsak, mana oxiriga borsak 270 bo'lar ekan. Demak, mana amallar bo'limiga o'tib olamiz. E'tibor bersangiz, mana shartli algoritmimizni shart yozadigan qismini shakli bilan mana amallar bo'limidagi mana yashil anaqani amalni shakli bir xil. Mana bunday olib borsak, o'zi mana shu yoqqa qo'yasanmi savol ber. Bu boshqasiga tushmaydi. Misol bu yoqqa tushmaydi, dumaloqqa. Yo, dumaloqqa ham tushadi. Dumaloqqa ham tushar ekan. Xo'p, bu yoqqa qo'yib qo'yishimiz mumkin. Mana tushyapti. Borsak, o'zi joylab qo'yadi. Mana joylandi. Endi bu qismga yozamiz. Xo'p, nechiga teng bo'lishi kerak? 270 ga teng bo'lishi kerak. 270 ga nima teng bo'lishi kerak? X o'qi. X o'qini biz shunchaki x deb yozib qo'ysak bo'ladimi? Albatta yo'q. Shuning uchun mana bizda harakatlar bo'limida mana x koordinatasi degan qism bor. Mana x koordinatasi. Buni olib turib, bu yoqqa joylab qo'yadigan bo'lsak, mana tushadi. X koordinatasi mana 270 ga teng bo'lganda qanaqadir amal bajarilsin. Misol uchun qanaqa amal bajarilsin? Fon o'zgarsin keyingi fonga. Buni mana ko'rinishlar bo'limidan qilsak bo'ladi. Mana fonni keyingi fonga o'zgartir. Mana sinab ko'rishimiz mumkin. Mana mushukchamiz ketyapti. Mana e'tibor beringlar. X o'qi bo'yicha 100, 130, 150, 180, mana 270 ga yaqinlashib qoldik. 260, 270 bo'lganda fon o'zgaradi. E'tibor bering. Mana
fon o'zgardi. Lekin mushukchamiz haliyam joyida turibdi. Ya'ni mushukchamiz bu yoqqa kelib qolmadi. Buning uchun nima qilishimiz kerak edi? Mana ketyapmiz. 270 ga yaqinlashib qoldi. 270 bo'ldi, lekin fon o'zgardi, lekin mushukchamiz bu qismiga kelib qolmadi. Chunki biz faqat agar x koordinatasi 270 ga teng bo'lganda, mana x koordinatasi 270 ga teng bo'lganda keyingi fonga o'zgartir deganmiz. Bo'ldi. Bu yerda hech qanaqa buyruq yo'q. Uning uchun biz yana bitta buyruqdan foydalanishimiz kerak. Mana mushukchamizni hop x o'qi bo'yicha mana x o'qi bo'yicha qaysi qismga olib kelib qo'yishimiz mumkin. Misol uchun mana bu yerda qilamiz. Bu yoqda turibdi. Pastroq ozgina. Mana shu qismga olib kelib qo'yishimiz kerak. Uning uchun mana bilib olishimiz mumkin bu yoqdan. Shu qism necha bo'ladi? U -270 bo'lar ekan x o'qi bo'yicha. X koordinatasi 270 ga teng bo'lganda fon almashsin va mushukchamiz -270 x o'qiga to'g'rilanib qolsin. Uning uchun mana -270 hop bu endi minus necha ekan? 125 ekan. -125. Endi sinab ko'rishimiz mumkin. Mana mushukchamizga yugurtiramiz. Mana e'tibor bersanglar x 151 da turibdi. 161, 171, 270 ga yaqinlashyapti. 270 bo'lishi bilan fon o'zgaradi va mushukchamiz -270 da paydo bo'lib qoladi. E'tibor beringlar. 270 turibdi. Hozir 260 turibdi. 270 bo'ladi. Undan keyin fon almashib, birdaniga x'imiz -270 ga teng bo'lib qoladi. X ni -270 ga to'g'rilab qo'ydik. Bosamiz, qaranglar. X o'qiga e'tibor berib turinglar. Mana fon almashdi va x -270 ga paydo bo'lib qoldi. Mushukchamiz ham mana bu tarafda. Ko'rasizmi? O'tkazamiz. Hop, mana bu yoqdan paydo bo'lib qoladi. Hop, mana. Yaxshi, o'ng tarafni qo'yib oldik. Endi chap taraf bor bizda. Mana. Chap tarafga yursak, hech nima o'zgarmaydi. Buning uchun biz bu shartni ko'payib olamiz, nusxalab olamiz va bu qismga qo'yamiz. Ya'ni chap ko'rsatkich bosilganda. Buni misol mana o'ng ko'rsatkich bosilganda deb yozsak, mana ishlayapti. Mana ishlayapti. Chunki bu o'ng ko'rsatkich bosilganda hodisasiga tenglashtirilgan. Agar buni shunchaki qo'yib qo'yib, o'ng ko'rsatkich bosadigan bo'lsak, hech qanaqa o'zgarish bo'lmaydi. Tushunasizlarmi? Hech qanaqa o'zgarish bo'lmaydi. Bu buyruq amalga oshishi uchun qanaqadir hodisa bo'lishi kerak. Qanaqadir hodisa bo'ladi, keyin amalga oshadi. Mana hodisaga biriktiramiz, mana bosamiz. Reski fon almashyapti. Mana. Bu shartimiz ishlashi uchun не только shart, faqat shart emas. Har qanaqa bu yoqdagi kod almashish ishlashi uchun hodisaga nima deydi? Amal qilish kerak. Hodisa amalda bo'lishi kerak. Hodisa amalda bo'lmasa ishlamaydi. Hop, chap ko'rsatkichimizga ham shuni ishlatamiz. Chap ko'rsatkichni sinab ko'rishimiz mumkin. Ishlamayapti. Chunki x koordinatasi 270 ga teng bo'lsa deganmiz. Chap tomonga yurganda, mana chap tomonga yurganda fon almashish kerak bo'lgan joy -270. Shuning uchun mana x koordinatasi -270 ga teng bo'lganda ishlasin deymiz. Va mushukchamiz qayerdan chiqib qolishi kerak? Bu yoqdan chiqib qolishi kerak. Bu yoqdan chiqishi eng oxirgi yo'li qaysi? 270. 270 da chiqib qolishi kerak. -270 da fon almashadi va mushukchamiz 270 da chiqish kerak x o'qi bo'yicha. Yuramiz. Mana e'tibor beringlar, -98, -68 mana. -270 ga yaqinlashyapti. Mana hozir 270 bo'lishi bilan fon almashadi va mushukchamiz x 270 da, ya'ni bu qismda paydo bo'lib qoladi. Mana 270 da paydo bo'lib qoldi, mana yuryapti. Bu yoqqa yuryapti, bu yoqqa yuryapti. Endi bu yoqqa qirishimiz mumkin. Bu yoqqa ham yuryapti. Shartli algoritm orqali mushukchamizni shunaqa qilib harakatlantirishimiz mumkin bo'ladi. Endi yana bitta hodisa qolib ketdi bizda. Fon almashganda mushukchamiz miyovlashi kerak edi. Yoki mana bu mushukchamiz miyovlasa mayli. Misol uchun nima bo'lishi mumkin? Hop. Aytaylik, mana shu board walk'ga kelganda mushukchamiz miyovlasin. Buning uchun hodisalar bo'limidan mana board walk'ga kelganda mushukchamiz miyovlashi kerak. Hop, uning uchun ko'rinishlar board walk'ni xohlagancha tanlashimiz mumkin. Desert qilib qo'yishimiz mumkin, savanna qilib qo'yishimiz mumkin. Ya'ni board walk'ga fon o'zgargan paytda, ya'ni board walk nomi, fonni nomi. Shu fonni nomiga o'zgarganda hop, miyovlasa mushukchamiz ovoz chiqarsin. Mana. Endi sinab ko'rishimiz mumkin. Mana. Resetga o'tyapmiz, hech qanaqa ovoz yo'q.
Salondan o'tyapmiz. Hech qanaqa ovoz yo'q mushukchamizda va board walk'ga o'tishimiz bilan mushukchamiz miyovlayapti. Chunki biz mana shu yoqqa qo'yib qo'yganmiz. Demak shu bizni qilishimiz kerak bo'lgan ishlar shulardan iborat edi. Mana biz hodisalar bo'limidagi boshqaruvchi, hodisalar bo'limidagi misol o'ng ko'rsatkich, chap ko'rsatkich, bo'sh joy, fon o'zgarganda hodisalar orqali va boshqaruvchi blokidagi takrorlanuvchi algoritm va shartli algoritm yordamida shu kichkina o'yinchamizni yasadik. Shunaqa, hop, qilishimiz kerak bo'lgan ishlar shu edi. Sizlar o'zingizlar ham bu narsani takrorlab ko'rishinglar mumkin uyda. O'zi qilishlik kerak bu narsani, qilmasalar o'rgana olmaysizlar. Shulardan iborat edi bugungi darsimiz. Salomat bo'linglar. Sizlar bilan Javlon Abdumomov bo'ldi. Keyingi darslarda ko'rishguncha.